Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilar. Bizda ikkita Cobalt mashinamiz bor. Xudo xolasa bunga propan uстановка qilib berdik. Zapchastlarni ko'rsatib o'taman. Reduktorlarni ko'rishingiz mumkin. Akkurat joyga joylashgan. Nordic reduktor originali ko'rishingiz mumkin. Farsunkalar Royal farsunka bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Originali. 1 yil garantiya beramiz zapchastlarimizga. Pagami shlankalari mana baquvvat xomatlardan qo'yilgan, filtrlari ko'rishingiz mumkin. Tak, bunaqi yangicha variantdagi bunaqa Stagova 800 qo'yilgan, miyalari Polshaniki originali. Nari Cobaltimiz ham shu mana shuni o'zi zapchast qo'yilyapti. Xudo xolasa ish jarayoni ketyapti. Tak. Orqasiga qo'yilgan ballonni ko'rsatib o'taman. 47 litrlik Belarusiyani ballondan qo'yib berdik. Termo trubkalarni qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Chiqarmaslikka. Zapravashlar mana ko'rishingiz mumkin, pastga qo'yganmiz. Bu Cobaltimiz ham shu, bunga ham 47 talik Belarus ballondan qo'yilgan. Termo trubkalari bilan ko'rishingiz mumkin. Old qismida ish jarayoni davom etyapti. Bunga ham bir xil boyagi aytgan zapchastlarni qo'yapti. Nordic reduktor, Royal farsunka, Stag Polshaniki bo'lyapti miyalari. Xolasa bir xil mana zapchast qo'yilyapti bunga. Xudo xolasa zapchastlarimizga 1 yil garantiya beramiz. Kimga agar metan propan uстановка xizmatlari kerak bo'lsa, pastda raqam qoldirib o'tamiz. Chiroyli uстановка qilib beramiz. Manzilimiz Gulistonda. Bagaj knopkalarini ham qo'yib beryapmiz Cobaltlarimizga. Xudo xolasa jarayoni ketyapti, yana obzor qilib ko'rsatib boramiz.